kamiga bemalol suvda ham polностью ko'milib ishlab bera oladi. Lekin suvimiz tugab qolgan, ishonsanglar bo'ladi, 100% ishlab beradi. Shurpayorda вообще jinnis kelgan, universal shurpayor. Yog'och ishga ham, metal ishga ham, любой ishga ketaveradi. Kamiga suvda ham ishlaveradi bemalol. Xoslarga obzorni qilib ko'rsatamiz. Bu shurpayorimiz 18 volt kuchlanishda ishlaydi, lekin anchagina baquvvat 48 volt, 68 voltli shurpayorlardan anchagina kuchli. O'zining ichida mana shunday ajoyib nabori chiqadi. Qo'shimcha 4 ta palchka bilan jihozlangan akkumulyatori и zaryadnigi, o'zida naborida 2 ta akkumulyatorli bo'ladi. Orqalari metallический mixqoqsiz ham bo'ladi. И remenga ushlatib qo'yib tepalarga chiqib ketishga bo'ladigan mana shunaqa ajoyib narsasi ham bor. Endi bu shurpayorimizni sizlar bilan bir ishlashini ko'rib chiqamiz. Bolg'ingizni qayerdadir unutib qoldirgan bo'lsangiz, endi bu muammo emas. Yechimi mana shu shurpayorda. Bemalol mixlarda profilga samolyot qotirish ham hech qanaqa muammo emas. Xohlasangiz kattasini, xohlasangiz kichkinasini. Sariyog'da olib kirib ketaveradi. Bu shurpayorimizni ishlash sizga yoqqan bo'lsa, agar narx sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus qoldiring, yoki bo'lmasa quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.